Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Charchamayapsizlarmi? Makka bozordamiz. Bugun Makka ko'p. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Charchamayapsizlarmi? Hammanglar tuzimmisizlar? Xo'sh, biza 15 boshladik terishni. 15-da 3660 ta terganmiz. 16-chi sotganmiz 7.700.000 bo'lgan. 17 sotganimiz 3675 ta soni bo'lgan, 8 million bo'lgan. Kecha bugun video qo'ymadik. Kecha 18-iyun 4600 ta terdik. Xo'sh, 490 tasini 2000 ga berib yubordik oxirida. Boshida 4110 tasini 2200 dan sotdik kecha. 9 million so'm yozdik. 9 million so'mdan oshiq bo'ldi. Endi rasxodlarimizni chiqarib sofini yozyapmiz, sof foydasini. Xo'sh, 2000 so'mdan 490 dan berib yuborganimiz tugatishga bozorda berib yubordik. Mana bu 2200 dan sotganimizni anchasi daladan sotilgan, yo'lga olib chiqib berganmiz klientlarga. Oqlamay agar yaxshi sifatli qilib bersanglar, xudo xolos klientlar tinmay so'raveradi, olaveradi. Chunki ular ham yaxshi narsa sotgisi keladi. Shunga e'tibor berasizlar. Bugun 19, bugun sotganimiz. Bugun bozorda juda ko'p bo'lib ketdi Makka. Shuni hisobiga tushdi narxlar bugun. Xo'p, kecha yo'ldan tarqatganimiz 2200 dan o'tgan kungi narxda tarqatuvdik. 2,5 mingtadan oshig'idan tarqatdik kecha. 1,5 mingtasi qoluvdi bozorga. Uni 1600 so'mdan sotdik. Chunki Makka ko'payib ketdi. Xo'sh, 7 million 800 ming so'mlik sotdik bugun. Xo'p, общий 19-iyungacha 16 mingta dona teribmiz Makkani. 33 million so'm pul bo'libdi. Xo'p, endi bizning rasxodimiz 42 million bo'ladi. 33 millionlik bo'libdi. Yana bir hisobimizda 7 mingta, 8 mingta chiqib qoladi. Salafalli Makkamizda. U yog'i yerniki yarimi. Xullas, Makkamizning rasxodi yarimidan qoplayapti. Keyingi yarimi foydaga qolyapti. Endi u keyingi yarimi foyda bo'lganda ham narx tushib ketsa kam foyda qoladi. Narx baland bo'lsa ko'p foyda qoladi. Shunga bu yoq bozorga bog'liq. Hozir plyonkani narx 2200 2000 paytda sotdik. Endi yer Makkasi ko'payib ketsa, misol uchun 1,5 mingga tushib ketsa Makka 42 million rasxod qilgan bo'lsak, birinchi ekindan qoplansa, ikkinchi o'sha yarimimizdan xullas yana shuncha daromad qilishimiz mumkin agar mana shu narxlarda sotib tursak. Agar narx pastroq bo'lsa, daromad pasayaveradi. Narx baland bo'lsa, daromad baland bo'laveradi. Shunga e'tibor berasizlar, lekin biz shuncha yil ekkan bo'lsak, tenga teng tashigan eng kami bir xil payt ko'tarilganda sal ko'proq foyda qolgan, bir xil payt tushganda sal kamroq qolgan. Sizlarga realni yoritib berishga harakat qilyapman. Hop, bugungi videomiz shundan iborat edi. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr. Sog' salomat bo'linglar.